61. Bab. İgem Perverdigarning ruhi mening vujudimda. Chunki Perverdigar meni kambag'allarga xush xabar yetkazishga tanladi. Qalbi jarohatlanganlarga shifolik berishga avatdi. Tutqunlarga ozod bo'lisizlar deb jakarlashni. Gunohga bog'langanlarning erkinlikka erishadiganligini xabar qilishga avatdi. Perverdigarning shafqat yetkazadigan yilini va Xudoyimizning qisos oladigan kunini jakarlab, hasratlanganlarga tasalli berish uchun avatdi. Siyondagi motam tutqanlarning hasrat kulining o'rniga hashamatlik tojni, motamning o'rniga xushallik meyini, məyus ruhning o'rniga hamdu sana tonlarini beradiganligini yetkazishga avatdi. Ular haqqoniylik daraxtlari deb ataladi. Perverdigarning shon sharifini namoyon qilish uchun ularni Perverdigar ko'chat qilib tikkandir. Ular ko'ni xarobalarni o'ngshab, qaqoslashib ketgan joylarni qurib chiqidi. Burundan vayron qilingan shaharlarni qayta yasab chiqidi. U chaqda yoqi yurtliqlar qo'ylaringlarni boqidi. Yotlar yeringlarni teriydi, uzum zarliqinglarni yasaydi. Lekin sizlar Perverdigarning ruhoniylari, Xudoyimizning xizmatkorlari deb atalsizlar. Sizlar Allahning boyliqlaridan bahramand bo'lasizlar. Ularning boyliqlaridan xushal bo'lasizlar. Xo'rliqinglar o'rniga ikki hassa baxtga erishsizlar. Sizlar burun xo'rlangan edinglar, endi ülüşinglardan şatlansizlar. Sizlar zemininglarda ikki hassa ortiq mol mulkka ega bo'lasizlar. Mangulik xushallik sizlarga mansub bo'ladi. Chunki men Perverdigar adolatni yaxshi ko'raman. Bulungchilikni va razillikni o'ch ko'raman. Men sadoqatlik bilan xalqimga javob qaytiraman. Men xalqim bilan mangulik ahda tuzuman. Ularning avlodlarini hamma Allah biladigan bo'ladi. Ularning avlodlari Allahning orasida to'niladi. Ularni ko'rganlarning hammasi ularning Perverdigar baxt ato qilgan xalq ekanligini e'tirof qiladi. Men Perverdigardan intayin xushallanman. Yurakim Xudodan xushallik topidi. Chunki u nijotlikni menga chapon qilib kiydirdi. Haqqoniylikni to'n qilib yopdi. Xuddi to'yi bo'lgan yigit beshiga ruhoniyning esil bosh kiyimini kiygandek, ham to'yi bo'lgan qiz zibu zinnat taqigandek xushallanman. Tuproq moysini undirgandek, bog' terg'onni o'stirgandek, Perverdigarmu o'xshashla haqqoniylikni o'stiradi. Barliq Allah uni matiyalaydi.